Bugun zamonaviy tibbiyot innovatsion yondashuvlar asosida doimiy taraqqiy etib bormoqda. Sohaga tatbiq etilayotgan eng ilg'or texnologiyalar o'ta murakkab operatsiyalarni ham kam-invaziv yo'l bilan qisqa vaqt ichida eng muhimi muvaffaqiyatli bajarish imkonini beryapti. Albatta, tibbiyotda erishilayotgan bunday yutuqlar eng avvalo xirurgiya xizmatida aks etadi. Zero aynan shu yo'nalish inson hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu bois so'nggi yillarda prezidentimiz tashabbusi bilan yurtimizda xirurgiya xizmatini yanada rivojlantirish, bu yo'nalishdagi ixtisoslashgan tibbiy xizmatlarni pastgacha tushirish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, akademik Vohidov nomidagi respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislari tomonidan joylarga chiqib murakkab jarrohlik operatsiyalarini bevosita hududlarda o'tkazish amaliyoti yo'lga qo'yilyapti. Bu esa tibbiy xizmat sifatini oshirish bilan birga uni aholiga yanada yaqinlashtirmoqda. Jumladan, yaqinda markazning bir guruh malakali shifokorlari Nukus shahrida bo'lib, Xalmuradov nomidagi respublika ko'p tarmoqli tibbiyot markazida bir qancha bemorlarda yuqori texnologik jarrohlik amaliyotlari bajarildi. Kocaeli rayonundan keldim. Mine Kızılöngneş'ten avru payda bolup su avru sebepli Taşkent kalasına barıp ko'rindim. Qaraqalpaqstanga jiberdi. Taşkent kalasından doktorlar kelip qaravatırlar. Qizil o'ngach saratoni og'ir o'sma kasalligi bo'lib, ko'p hollarda sezilarli belgilarsiz ketishi bilan xavfli hisoblanadi. So'nggi yillarda kam-invaziv jarrohlik usullari joriy etilishi tufayli ushbu xastalikni davolashda yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. Bu esa bemorlarga samarali va xavfsiz tibbiy xizmat ko'rsatish imkonini yanada kengaytirmoqda. Xususan, xirurgiya markazi mutaxassislari tomonidan ilk bor Nukus shahrida qizil o'ngach saratonini davolash bo'yicha yuqori texnologik murakkab operatsiya yo'lga qo'yildi. Natijada bemorlarning uzoq yo'l bosib poytaxt yoki xorijga borishiga hojat qolmadi. Qoraqalpog'iston Respublikasi ko'rsatkichlariga ko'ra 100 mingta aholiga 4,4 bemor qizil o'ngach saratoniga chalinadi. Qolgan viloyatlardan biroz ustunroq, 2-3 barobar ko'proq. Shuning uchun ham biz birinchi bo'lib shu hududni tanladik. Shu yerda boshlamoqchimiz. Ma'lumki, prezidentimiz tomonidan ixtisoslashtirilgan tibbiyot markazlari oldiga joylarda qanday kasalliklar ko'p uchrayotganiga qarab, ishni pastdan tashkil qilish bo'yicha aniq topshiriqlar berilgan edi. Ushbu vazifalar ijrosi doirasida Respublika ixtisoslashtirilgan xirurgiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi tomonidan hududlarda uchrayotgan xastaliklar tahlil qilinib, ularni erta aniqlash va samarali davolash, mahalliy mutaxassislar malakasini oshirish bo'yicha manzilli ishlar olib borilyapti. Natijada joylarda zamonaviy diagnostika va davolash usullari soni sezilarli darajada ortmoqda. Bugun biz Nukus shahridagi Respublika ko'p tarmoqli tibbiyot markazida turibmiz. Keyingi yillarda sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida yuqori texnologik tibbiy xizmatlarni hududning o'zida tashkil etish imkoniyatlari kengaymoqda. Markazimiz mutaxassislari doimiy ravishda hududlarga chiqib, mahalliy shifokorlar bilan birgalikda yuqori malakali jarrohlik yordamini ko'rsatib kelmoqda. Nukusda ham buning uchun zarur zamonaviy uskunalar va malakali kadrlar mavjud. Ishonamizki, bunday hamkorlik Qoraqalpog'iston aholisiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yanada oshirishga xizmat qiladi. Prezidentimizning boslamasi bilan bir qancha operatsiyalarimiz, navqatlarimiz Toshkentga yoki boshqa Indiyaga bormay, o'zlarimizning xirurgiya bo'limida amalga oshirilmoqda. Ishak operatsiyalarini, bu yuqori texnologik operatsiyalar, o't yo'llarini yuqori texnologik operatsiyalar, qarin bo'shlig'ini kesmasdan, kam invaziv metod operatsiyalari bilan amalga oshirilmoqda. Xirurgiya o'rayından bir qancha xirurgik brigadalar keldi. Mana bularga rahmat. Bir jag'dan o'zlarimiz tajriba almasamiz, tajribamizni asramiz ham keyingi operatsiyalarimizda o'zlarimiz ishlovga harakat qilamiz. Umuman olganda, bugun yurtimiz tibbiyotida kechayotgan transformatsiya jarayonlari aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar sifatini yangi bosqichga olib chiqib, hududlarda ularning qamrovi va samaradorligini oshirishga zamin yaratmoqda.